Assalomu alaykum hurmatli podpishchilarimiz. Bizga xos dehqonni o'zidan bitta jentramiz keldi. Ma'lumotini sirazi aytib o'taman akalar. Xohlasalar banki bor, to'lab ketishga zo'r variant akalar. Mashinamiz 2021-yil, 4 ta yangi baloni bor akalar. Diska balonlari tiniq holatda. Akalar kraskasi top-toza. Orqa kalinkani o'zida bir qancha joyda kosmetika qilingan joyi bor ekan, qolgan joyi top-toza akalar. Kuzovda hech qanaqa qaralgan, sirilgan, dilni xaraqlaydigan joylari yo'q akalar. Salonlarni ham ko'ryapsizlar, salonlar ham akalar tiniq holatda. Monitor, video registrator hamma narsasi bor akalar. Olib tayyor minadigan holatda, luklarigacha bor. Mashinamiz 195 ming yurgan xolos. Akalar mashinamizning ko'tida propan gazlarigacha bor ekan akalar. Olib maza qilib minib turgan joyi akalar. Xo'p, 2021 avtomat korobka Gentra toza 195 ming yurgan motor korobka hadoviga javob deyaptilar. Pulini akalar $9,800 bo'lsa beraman deyaptilar. Holuvchilar $6,700 banki bor ekan. Oy-moy to'lab ketishga 4 yilga olgan ekanlar akalar. 2 yil foizini to'lab bo'libdi, 2 yil tani qopdi akalar. 3,900,000 dan akalar 2 yil to'laysizlar, bo'ldi qolgandan keyin o'zlaring bemalol kelishib ketaverasizlar. Telegram kanallariga o'zlar nomerlarni yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib akalar o'zlari bilan baraka qilib olsalaring bo'laveradi. $6,700 hozir yopamansan, $6,700 bilan yopilar ekan akalar banki. Bu ham o'zlari bilan kelishib $10,500 deb olib keldilar. $9,800 ga tushirib qo'ydik. 21 avtomat Gentra toza akalar 195 ming yurgan. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Gentra olaman degan akalarga bu videolarni tashab qo'yamiz. Tayyor akalar bank bilan to'lab ketishga. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.